Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari va tasodifiy tomoshabinlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Agarda siz bizning kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni hamda video roliklarimizni ko'pchilik uchun manfaatli deb bilsangiz, bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Bugungi videomiz pilla yetishtiruvchilarga subsidiya ajratilishi haqida bo'ladi. Qonunchilikdagi yangiliklar. Pilla yetishtiruvchilarga subsidiya ajratiladi. Ipakchilik sohasini yangi tizim asosida rivojlantirish hamda ozuqa bazasini mustahkamlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi Prezident qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra, 2026-yil 1-apreldan pilla yetishtiruvchilarga, ipak qurti boquvchi va kasanachilarga mahalla yettiligining kollegial qarori asosida pillachilik klasteri haqiqatda pilla uchun to'lab bergan mablag'larning 35% miqdorida subsidiya ajratiladi. O'rmon va yashil hududlarni ko'paytirish, cho'llanishga qarshi kurashish agentligi, O'rmon agentligi balansidagi yer maydonlarida tashkil etiladigan tutzorlarda pilla kooperativi tuzish maqsadlari uchun ushbu kooperativ a'zosi hisoblanadigan kambag'al oilalarga bitta oilaning bir nafar a'zosiga faqat bir marta 4 million so'mdan subsidiya ajratiladi. Ipak qurtini parvarishlashda zarur bo'ladigan asbob-uskuna va jihozlarni xarid qilish uchun kasanachilarga 3 yil muddatga bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravarigacha miqdorda foizsiz ssuda ajratiladi. Urug'chilik korxonalariga ipak qurti urug'larini tayyorlash faoliyatiga jalb etiladigan har bir mavsumiy ishchi oylik ish haqining 50%, biroq mehnatga haq to'lashning eng kam miqdorining 2 baravaridan oshmagan qismi kompensatsiya qilib beriladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba: huquqiy axborot.